Azizlarim, yaqinroq keling, O'zbekiston Respublikasi va boshqa davlatlarning bayroqlari haqida, ramzlari haqida xususan gaplashamiz. Davlat bayrog'i bu shunchaki bir xil mato bo'lagi emas, balki xalqning tarixi, g'ururi, mustaqilligi va milliy o'zligining timsolidir. Har bir mamlakat o'z bayrog'ini eng oliy qadriyatlardan biri sifatida ko'radi va unga hurmatsizlik qilish har qanday jamiyatda, har qanday qonunchilikda keskin qoralanadi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgan voqea Rossiya Federatsiyasida yashayotgan o'zbekistonlik ayolning Rossiya Federatsiyasi bayrog'ini axlatdan topib olib, uyiga gilam o'rnida yerga to'shab qo'ygani va buning oqibatida mamlakatdan deportatsiya qilingani ko'pchilikni o'yga toldirdi. Bu vaziyat atrofida turlicha fikrlar bildirildi. Ba'zilar ayolning bu ishini bilmasdan, tushunmasdan yoki shunchaki be'e'tiborlik ortidan qilganini aytib, unga rahmi kelganini bildirishdi. Buni insoniy nuqtai nazardan tushunish mumkindir, lekin masalaning ikkinchi o'ta muhim tomoni bor. Davlat bayrog'ining ahamiyati va uning hurmati. Suverenitet va g'urur ramzi. Bayroq xalqning erki va ozod ekanini anglatadi. Unga qilingan har qanday hurmatsizlik shu xalqning qadr-qimmatiga qilingan tajovuzlik qabul qilinadi. Qonun oldida esa javobgarlik muqarrar. Dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida, jumladan O'zbekistonda ham, Rossiyada ham davlat ramzlarini tahqirlash, ularga bepisand qarash, munosabatda yomon bo'lish jinoiy va madaniy javobgarlikka sabab bo'ladi. Har bir davlat bayrog'i o'ziga aziz. O'zbekiston fuqarosi sifatida o'z bayrog'imizni qanchalik muqaddas bilsak, uning yerga to'shanishiga yo'l qo'ymasak, boshqa xalqlarning ham o'z bayrog'iga bo'lgan ehtiromini xuddi shunday hurmat qilishimiz shart emasmi? Olingan saboq va xulosa shuni o'rnida aytish kerakki, boshqa davlatda ham mehmon bo'lib turgan har bir inson o'sha mamlakatning qonunlariga, madaniyatiga va eng muhimi, davlat ramzlariga qat'iy hurmat bilan munosabatda bo'lishi shart. Bilmasdan qildim degan vaj qonun oldida javobgarlikdan ozod etmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda ayolga nisbatan rahm shafqat ko'rsatilgani insonga xos tuyg'u bo'lishi mumkin, lekin bu voqea barchamizga, ayniqsa xorijda mehnat qilayotgan, yashayotgan yurtdoshlarimizga katta saboq bo'lishi kerak. Har bir davlatning bayrog'i u joyda yashovchi xalq uchun aziz va muqaddasdir. Davlat ramzlariga hurmat esa har bir madaniyatli insonning burchidir. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Davlat bayrog'ini ostonasiga to'shab qo'yib, men bilmagan edim deyish mumkinmi? Bo'lishi mumkin emas. Bu narsani har qanaqasiga oqla olmayman. Chunki bu ayol o'sha vaqtda holatda tahlil qilinsa, rus tilida bemalol gapiryapti. Men o'zbek ayoli sifatida bir chetda yurgan, musofirda ishlab mehnat qilib yurgan yana bir o'zbek ayoliga rahm qilishim mumkin, uni yonini olishim mumkin, lekin davlat ramzi haqida gap ketganda aslo yo'q. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ini men boshimda ko'targanim kabi ruslar ham davlat bayrog'ini, gerbini, madhiyasini, o'zini gimnini o'zlariga ardoqlashadi. O'zlari uchun ham, boshqalar uchun ham bu davlat ramzi. Hech qaysi davlatning ramzini toptashga haqqimiz yo'q. Najmiddin Kubroni hikoyalarida yoshligimizda o'qiganimiz esingizdami? Xullas kalom, davlat bayrog'iga nisbatan qilingan hurmatsizlikni men shaxsan o'zim hech qanaqasiga oqla olmayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar, azizlar? Ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Aka, migrant agentligiga rahmat ming. Prezidentimizga rahmat. Mana men Nijniy Novgorodga kelib qiynaluvdim, menga bilet olib berishdi. Alloh rozi bo'lsin shunaqa ishlayotgan insonlarimiz uchun. Ming rahmat aytaman. Biletim qo'limda, Xudo xolasa 6-kuni o'zimizga, yurtimizga qaytaman. Alloh yo'limni ochiq qilsin, ilohim, bu yog'ini ham. Ming rahmat aytaman prezidentimizga. Opani O'zbekistonga qaytgani uchun men juda ham xursandman. Lekin bir narsani unutmaslik kerak. Har bir davlatning ramzi o'zini g'ururi, sha'ni, qadr-qimmatidir. Kimlardir meni aytishi mumkin, o'rus qullarsan, Rossiyani bayrog'ini nima qilyapsan, oqlayapsan deyishi mumkin, lekin bir narsani esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Zero necha yillardan buyon bizni o'zbeklarimiz borib Rossiyani nonini yeb uyimizga jo'natyapti. Necha yillardan buyon
Rossiya ko'plab o'zbek erkaklarini, nafaqat erkaklarini, ayollarini ham ish bilan ta'minlayapti. To'g'ri, qaysidir guruch gurmaksiz bo'lmaydi. Narsistlar tomonidan o'zbeklar turtkilangandir. Lekin shuni ortidan non topdikmi, shuni ortidan non yedikmi, borgan joyimizda, ishlagan joyimizda, men ham ishlab kelganman Rossiyada. U xalqni qadr-qimmatini, sha'nini joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Rossiyani ham, O'zbekistonni ham, Amerikani ham, undan boshqa davlatning bayroqlarini ham qadrlashga majburmiz. Chunki u davlat ramzi. O'zbekistonimizning ramzlari hilpirab tursin, bayroqlari har bir uyning tomida bor bo'lishini, uni yaraqlab, hilpirab turishini tilaganlar kommentariyaga like bosib, o'z fikrlaringizni bildirib ketinglar. Opani esa mushkullari oson bo'lgani rost bo'lsin.